Bu men jinni qaraydi, menga qarab ukam. Ha, aka. Chelak bilan muz nima qolsa? Aka, ko'rmayapsizmi, ichiga telefonimni solib qo'yganman. Ichi telefon bormi? Nima muzga tiqib qo'yding buni? Aka, suvni qarang, vash ishlamay qo'yapti, qotib qo'yapti-da. Suvdan kamigacha kameralarim yaxshi ishlamay qo'yapti. Ukam, mana shunaqa issiqda ishlaydigan telefonlar chiqib ketgan, avval o'shanda, ha? Bunaqalaringizni bilaman, aka. Menda unga pul yo'q-da. Ukam, muddatli to'lovgan olsang bo'ladi. Qayerda bor ekan? Yur ko'rsataman. Ketdi. Ukam, Texnomartda filiallar ko'p. Libo do'koniga borasan, Honor 400 Lite telefonni aytsang, senga ko'rsatishadi. Honor'da yangi modeli bo'ladi. Vidini qara, chiroyliligini, ekranlari ham katta-da. Prosessori Dimensity 7025 Ultra bo'ladi. Operativniy xotirasi 808. Batareykasi uncha-muncha ketmaydi. Nima desang, 5230 mAh nima deyapti? Aka, sekinroq, nima qilyapsiz? Ukam, ekraniga hech narsa qilmaydi, ko'rasan, Libo udarlarni ham ko'taraveradi. Qanaqa o'yinlarni bilasan, eng kuchlilari. PUBG, aka. Ukam, uni ham hammasini ko'taraveradi. Yonidagi knopkasini nimaga o'xshatyapsan, ukam, bitta bossang, kamera kirib ketadi, telefonni qara, tilni olishini, shu knopkasidan ulicheni qilsang ham bo'ladi. Qani berib turing menga telefonni. To'g'risini aytsam, men o'ylagandek telefon ekan, menga yoqdi. Olaman, aka. To'lovlar qanaqa bo'ladi? Xohlasang naqdga olsang bo'ladi, assortimentlari bor ranglarida. Agar aka boshiga pulim yo'q desang, xohlasang 24 oygacha bo'lib to'lashga olsang bo'ladi. Voy, gap yo'q lekin. Telefonli moro bo'lsin ukam, mazza ishlatib yur endi. Rahmat. Ana endi chelak bilan muzni tashlayveraman. Bo'ldi, otori ularni. Okalar, agar sizlar ham telefon olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Texnomartga kelib, Honor 400 Lite olishinglarni tavsiya etamiz. Kimga qiziq bo'lsa, atmetga qilib qo'ydi.